Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz siz kutgan o'sha dushmaningiz haqida o'chirim qilamiz. Lichkamga, kommentariyalarga yozishibdi. Opajon, dushmanimiz haqida tezroq o'chirim qiling, iloji bo'lsa har kun qiling deb yozishibdi. Video ololmayapman chunki tozalovlarim ko'pligi uchun qandaydir vaqtim bo'lmayapti. O'shani hisobiga sizlarga nima deydi video ham qila olmayapman. Uzr so'rayman hammadan va o'sha siz kutgan video keldi. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda, nimalar qilyapti, nimalar qilmayapti, shu haqida ko'rib chiqamiz unda. Ikkita variant qilamiz, o'zingiz uchun yoqqanini tanlaysiz. Dushmaningizni hozirgi holati, birinchi variantni dushmani, ikkinchi variantni dushmani. Kartalarimizdan yoqqanini o'zingiz uchun tanlang va unda tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz va unda birinchi variantdan boshladim. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda, nimalar qilyapti? Dushmaningizni hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, ko'p o'ylovlarda, qandaydir ishlari bor, muhim ishlari bor u insonni. Qandaydir bu inson hozirgi paytdagi holati asabiylashgan, jahldor holatda o'tiribdi. Tuzayotgan planlari qandaydir nima deydi, yer bilan bitta bo'lyapti. Bu nima desa bo'ladi? Qandaydir rejalar tuzyapti, uni qilaman, buni qilaman degan o'y fikrlari bor. Qilayotgan ishlari yer bilan bitta bo'lyapti. Bu tuzayotgan rejalari amalga oshmayapti. Hozirgi paytdagi holati tushkun holatda, g'am chekkan holatdaligini ko'ryapmiz. Buni dushmaningizni hayotida nimalar bo'lyapti? Dushmaningizni hayotida nimalar bo'lyapti? O'ylovda, ko'p o'ylovda nimalarnidir o'ylayapti, nimalardir qilmoqchi, qandaydir hozirgi paytdagi holati nima deyapti? Boshimga kulfat kelib qoldimi? Nimaga bunaqa holatda bo'lib qoldim? Nima sababdan? Hamma mani nima deydi, yo'limga yurmay qo'ydi-ya, nimaga hamma mani nima deydi, iznimdan chiqib ketyapti? Boshqaruvni qo'limga ololmay qolyapman. Uyida ham qandaydir siz bilan olishayotgan bo'lsa bu dushmaningiz, xullas aytayotgan narsalari o'xshamayapti. Hayotida qilayotgan ishlari, rejalari qandaydir o'xshamayotganligini, kimlarnidir o'ziga bo'ysundirish, aytganlarini qildirish, shunaqa narsalar ozgina o'xshamay qolganligi hisobiga qandaydir qahr-g'azabda, asabiylashgan, jahl holatida turibdi bu inson. Dushmaningizni uyidagi holat qanaqa? Dushmaningizni uyida holat yaxshi holatdaligini aytyapti. Bu dushmaningiz qandaydir uyidagilarga ham qandaydir sehr, amal, shunga o'xshagan narsalar yedirayotgan bo'lishi mumkin. Uyda holat hozirchalik tinchligini ko'ryapmiz. Dushmaningizni rejalari nima bo'lyapti? Siz tomonga rejalari qandaydir sizni hayotingizni to'xtatib qo'yish va sizni mana bunaqangi holatga solib qo'yish, sizni nima deydi, tashvishlarga solish, hayotingizni bardak qilish, tartibsiz qilish, doimiy ravishda uning uchun siz yig'lasangiz, qandaydir nima deydi, xo'rlanib, nima desa bo'ladi, oddiy, nochor, qandaydir ko'rimsiz ayol bo'lib yurishingizni xohlayapti. Rejalarida shunaqa, qo'l oyoqlaringizni bog'lab qo'yish va hayotingizga tumanli kunlarni, qorong'u kunlarni kirgizish va sizni doimiy ravishda xafa holatda bo'lib, qandaydir o'sha bardaklik hayotda yashashingizni xohlayapti bu dushmaningiz. Rejalari shunaqa. Sizga sehr amal qilyaptimi? Dushmaningiz sizga sehr amal qilyaptimi? Albatta qilichlarni ko'tarib olgan siz tomonga qarata va yonida qora mushuk ham bor. Siz tomonga sehr amal qilyaptimi? Bu inson siz tarafga qilyaptimi? Siz tomonga sehr qilyaptimi? Bu inson sizga sehr qilyaptimi degan savolimizga, bu inson sizga qilayotgan sehrlari bo'lishi mumkin. Bu o'sha yuragingizga qilingan amallar, qandaydir o'sha hayotingizda sovuq, nima desa bo'ladi, yomg'irli, qayg'uli kunlar bo'lishini xohlayapti bu inson. Sizni mana bunaqangi holatdaligingizni ko'ra olmayapti. Siz pulingiz o'zingizga yetarli, o'rtamiyona yashaydigan nima deydi, inson bo'lishingiz mumkin. Rizqlaringiz, barakalaringiz, har turli nima deydi, qilayotgan narsalaringiz o'xshayapti. Siz yaxshi holatdasiz, lekin dushmaningiz sizga sehr qilyaptimi degan savolimizga, albatta sizga qilayotgan nima deydi, bu yerda qandaydir sovutma amal bo'lishi mumkin. Yuraklaringizga qilingan qandaydir amallar chiqyapti bu yerda.
Bu sehr sizga qay darajada ta'sir qiladi? Qay darajada ta'sir qiladi? Shifolansangiz, o'zingizni shifoga ochsangiz, o'zingizni shifolantirsangiz, qandaydir bu sehr amal nima deydi? Sizga uncha ta'sir qilmay o'tib ketishi mumkin deyapti. Yengil og'ir yuklar bilan o'tkazib yuborishingiz mumkin. Uyingizda urush janjalsiz, shunchaki oddiy gap so'zlar bilan uyingizda nima deydi, shunaqangi holatda o'tkazishingiz mumkin. Tanangizda ozgina og'ir bo'lib qolishingiz mumkin. Holsizlanib qolishingiz mumkin. Ozgina tanangizni qaysi bir joylarida og'riq bo'lib qolishi mumkin, lekin yengilroq tarzda o'tkazasiz. Pul barakalaringizga, qandaydir oilaviy munosabatlaringizga ta'sir qilmaydi-yu bu sehr. Ozgina shifolanib olsangiz, o'zingizda og'riq bilan yengil tarzda o'tib ketishini aytyapti. Bu sehr tozalanib olsangiz deyapti. Niyatiga yetadimi? Dushmaningiz niyatiga yeta oladimi? Niyatiga yeta oladimi? Bu dushmaningiz niyatiga yeta olmaydi. Chunki o'zingiz ham ko'ryapsiz, kartalarimizda o'ta kuchli sovuqlik, pul barakalaridan qiyilib qoladi. Oilasida ham kimdir kasal bo'lib qoladi. Hayotiga sovuq, muzli kunlar kirib keladi deyapti. Og'ir yuklar bilan qandaydir pulsizlik, qashshoqlik, qiyin holatda qolib ketar ekan. Azob chekadi bu inson. Niyatiga yeta olmaydi, azoblanadi. Qandaydir nima deydi? Hayotiga falokatli kunlar kirib keladi. Qandaydir yomon kunlar kirib keladi. Har qilayotgan ishida nima deydi, og'ir yuklar bilan, qandaydir qiyinchiliklar bilan qiladi deyapti. Bu inson niyatiga yeta olmasligini ko'ryapmiz. Siz nima deydi, o'zingizni shifoga oching, shifolantirib oling. Bu inson niyatiga yeta olmay qoladi. Va ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variant hozirgi holati qanaqa holatda? Ikkinchi variantdagilarni hozirgi holati, dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningiz yulduzdek porlayapti. Qandaydir telefon qo'ng'iroqlari, SMS shunga o'xshagan narsalarda nima deydi, gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Xursand holatdaligini ko'ryapmiz. Men yulduzdek porlayapman, qilayotgan ishlarim o'xshayapti, har tomonlama yaxshi holatga chiqyapman degan o'y fikrlarda turibdi. Uyidagi holat qanaqa? Bu insonni uyida holat illyuziya. Uni olaman, buni olaman, uni qilishim kerak, uyimni ta'mirini qilishim kerak, hamma narsaga nima deydi, pullarimni yetkazishim kerak degan o'y fikrlari bor. Lekin bu illyuziya, qila olmayapti va nima desa bo'ladi, niyatiga bu inson yeta olmayapti. Hozir qilaman degan ishlarini qila olmaydi. Bu faqat xom xayol bo'lib qolyapti. Xolos, xayolida shunaqa narsalarni o'ylab turibdi. Bu inson qanaqa inson deganimizda, o'ziga ko'p oro beradigan, qandaydir nima deydi, turli tuman kiyinishlarni yaxshi ko'radigan, o'ziga qaraydigan, chiroyli ayolligini ko'ryapmiz dushmaningiz. Dushmaningizni uyida holat qanaqa? Dushmaningizni uyida holat qandaydir nima deydi, hozirgi paytda uyida yaxshi holatdan yomon holatga chiqayotgan bo'lishi mumkin. Kartalarimizda hozir bu yerda o'lim kartasi, qandaydir yaxshi holatdan yomon holatga o'tayotgan bo'lishi mumkin yoki yomon holatdan yaxshi holatga chiqayotgan bo'lishi mumkin. Yana bitta karta olamiz va ko'ramiz. Dushmaningizni uyidagi holat qanaqa? Ha, bu yaxshi holatga chiqyapti. Dushmaningiz uyida yaxshi holat, xursandchilik, kimnidir tug'ilgan kuni yoki bayram, to'y shunga o'xshagan nima deydi, xursandchilik kunlariga bordi keldi joylari bor. Bu insonni xursand holatda, uyidagi muhit, sharoit hozirgi paytda yaxshi holatdaligini ko'ryapmiz. Dushmaningizni siz tomonga rejalari, dushmaningizni siz tomonga rejalari qanaqa? Siz tomonga hozirgi paytda rejalari, men bu bilan olishaman deyapti. Qandaydir siz bilan olishishini, nima deydi, baribir men qiynalsam ham sen bilan olishaman deyapti-da. Qandaydir o'sha siz bilan olishishini, urushishini, qandaydir o'sha sizga amal ziyonlar yetkazishini, baribir men yutib chiqishim kerak, men baribir qiynalsam ham men niyatimga yetaman deb nima desa bo'ladi, reja qilyapti. Rejalarida nima bor sizga? Rejalarida nima bor? Hozirgi paytda ikkilanib turibdi. Rejasi bu insonni ko'pligini ko'rsatyapti. Qaysi birini amalga oshirayinikin, qaysi birini qilayinikin degan o'y fikrlarda o'tiribdi bu inson. Bu inson sizga sehr amal ishlatadimi? Dushmaningiz sizga sehr amal ishlatadimi? Sehr qiladimi? Bu inson sizga sehr qiladimi?
Bu inson sizga sehr ishlatadimi? Bu inson sizga tez kunlarda sehr ishlatadimi? Sehr qiladimi? Bu inson sizga sehr qiladi. Nima deydi, hayotingizni sovib ketishiga, nima deydi, oilaviy tinchlik, xotirjamligingiz yo'qolishiga sizga sehr qiladi. Lekin bu sehr sizga umuman ta'sir qilmaydi deyapti. Umuman sizga ta'sirini ko'rsatmaydi. Lekin siz qandaydir, nima deydi, yodgingiz kelib qolishi mumkin, ko'p charchab qolishingiz mumkin, yotishingiz mumkin, holsizlanib qolishingiz mumkin, nima desa bo'ladi. Faqat, nima deydi, xotirjamlikni xohlab qolishingiz mumkin. Shunaqangi yengil bu inson sizga dushmaningiz sehr qilsa ham yengil tarzda o'tkazasiz deyapti. Bu sizga o'ta kuchli ravishda og'ir, nima deydi, kunlarni nima desa bo'ladi, yashatmaydi. Chunki bu yerda sizga qora qozonida nimalarnidir qaynatadi, nimadir sehr amallarini qiladi, lekin bu sizga ta'sir qilmaydi deyapti. Bu sizga ta'sir qilmaydi. Qandaydir qora qozonni ko'rayotgan bo'lsangiz, qandaydir qilichlarni solgan, nimadirlar qilgan, o'sha narsa havoga uchib ketyapti. Qilichlar havoga ko'tarilib ketyapti va o'zi g'am chekyapti. Bir-biri bilan holati yaxshi emas, chunki bu qandaydir sehr amal qilgan dushmanlaringiz o'zi qandaydir yig'lab, qilgan narsalarim havoga uchib ketdi, endi shuncha qilganlarim ta'sirini ko'rsatmasmikin, bo'lmasmikin degan o'y fikrlarda o'zi dod faryod solib o'tiradi. Pullariga kuyib qoladi bu inson sizga qilgan, nima deydi, ketkazgan pullariga, vaqtiga achinib qoladi bu inson. Chunki qilayotgan sehr amallari havoga ko'tarilib, havoga uchib ketadi. Sizga yengil, o'tayam kuchli ta'sirini o'tkazolmaydi. Chunki sizga qancha 20% ta'sir qilishi mumkin bu qilgan amali. Chunki bu havoga ko'tarilib o'ziga uryapti. O'shaning uchun bu o'zini holati yaxshi holatda bo'lmayapti dushmaningiz. Sizga sehr qay darajada ta'sirini o'tkazadi, qay darajada dushmaningiz qilayotgan sehr, siz pinagingizni ham buzmayapsiz. Bu qilayotgan, nima deydi, sehrlariga siz pinagingizni ham buzmayapsiz. Sizga hech qanday ta'sirini ko'rsatmayapti. 20% charchoq hissi bilan, nima deydi, o'tkazishingiz mumkin. Charchab qolishingiz mumkin, ozgina holsiz bo'lib, yotgingiz kelib qolishi mumkin yoki, nima deydi, uyqungiz kelib ketishi mumkin. Shunaqa narsalar bilan o'tkazyapsiz. Qandaydir Alloh sizni bu safar qo'llayapti, qandaydir sehr amallardan. Siz yaqinda ehson chiqarganmisiz yoki tozalab olganmisiz? Bu narsalar ikkinchi variantdagilarga umuman ta'sir qilmayapti. Yengil tarzda o'tib ketyapti va o'ziga qaytib, o'ziga, nima deydi, urushini ko'rsatyapti kartalarimizda. Sizni holatingiz yaxshi holatda, siz xursandsiz, quvnayapsiz, nima deydi, yashnab ketyapsiz. U esa barbod bo'lyapti dushmaningiz. Rahmat hammaga.